Assalomu alaykum hammaga jigarlarim, tinchmisizlar? Jigarlar, sizlarga bitta narsani aytmoqchiman. Короче, mana shu akkauntim ban bo'ldi, ban oldi. Nimadan ban olganini aytaman, keyin qanaqa ban olganini aytaman. Masalan, ekran yozuvi yoniq turibdi-ya. Masalan, mana bu emotsiyani ovozi bor. Lekin PUBG shunaqa blok qildi meni. Endi ekran yozuvlarimda ovoz bo'lmaydi. Faqat mikrofon ishlaydi, faqat. Mikrofon ishlaganda ham menimcha faqat o'zimda ovozim ishlasa kerak. Qarshi masalan, qarshi kamandaniki masalan gapiradi, o'pichatlar. Sheriklarimniki, ularniki ishlamasa kerak-da. Jigarlar, shuning uchun podдержка qilinglar jigarlar, hammalarga rahmat. Podдержка qilib obuna bo'lib qo'yinglar. Nasib bo'lsa yangi akkauntlarda, yangicha telefonlarda qaytamiz hammasiga. Telefonni ham, akkauntni ham almashtiramiz. Просто sizlar podдержка qilinglar jigarlar. Bir motivatsiya beringlar, menga bir motivatsiya bo'lsin. Shunaqa reaksiyalar bosib, kommentariyalarga omad deb yozib qo'yinglar jigarlar. Hammalarga rahmat. Sizlar bilan YouTube'ali bo'ldi.